Milliy xontaxta. Meni ismim Otabek, Bektime 33 akkauntining asoschisiman. Bu profilda o'zimizda ishlab chiqaradigan va sotadigan mahsulotlarni reklamasini qo'yib boramiz. Yaqinlarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan o'zimizning milliy xontaxta. Endi sizlarni o'zimizda ishlab chiqaradigan mahsulotlar bilan birma-bir tanishtirib boraman. Asosiy ishlab chiqaradigan narsamiz bu matraslar. Matraslarni juda ko'p xili bor. Anatomik, ortoped, bezprujinli, memory foam, topper va boshqa turdagi matraslar bor. Endi sizlarni do'konimizdagi mahsulotlar bilan tanishtirib o'taman. Yana bir ishlab chiqarish yo'lga qo'ygan mahsulotimiz bu ko'rpachalar. Mana hozir to'y mahsulotlari boshlanib ketgan. Sarpalaga chiroyli ko'rpachalarimiz bor. Yaxshi paxtalar ishlatilgan. Bundan tashqari kundalik hayotda ishlatishga, mehmon kutishga ham ko'rpachalarimiz bor. Bizning do'konimizda ikki xil turdagi kravatlar bor. Bittasi mягкий qilib yasalgan, ikkinchisi temir korpusli kravatlar. Bizda yana bir xizmat turi bor, spinka xizmati. Sizning kravatlaringiz spinkasi eskirib ketgan bo'lsa, yo yengildan kravat yasatayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatini ham, narxini ham chiroyli qilib beramiz. Video davomida ko'rgan barcha xizmat turlari va mahsulotlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsanglar, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar.